Salom qizlar. Biz toqqa bordik. Borishimiz bilan osh harakatiga tushdik. Mana bolalarim o'tin yoqishda yordam berishyapti. Mashina to'polonchida o'rida ko'lamagan narsasi yo'q. Yer ko'lab o'tiribdi. Men osh qilishni boshlab yubordim. Dumba to'g'rashdan boshladim. Qo'llarim ham shirin bilasizlar-ku. Go'shtlarni to'g'rab olamiz. Bu yerda shu jizam qizarib qoldi. Jizamni olishim kerak. Mana chiroyli qizaribdi. Olib, bolalarimga berdim. Juda ham yaxshi ko'rishadi, yeb olishdi. Piyozlarimiz mana qip-qizil bo'libdi. Go'sht so'valdim. Bu choyxona palovda qizlar. Mana sabzi soldim. Adajonim rosa yaxshi ko'radi-yu, o'shaning uchun boshimiz bilan birinchi osh qildik. Yaxshilab qo'lab, zarini sepib oldim. Va chesnok bilan garmdor solib, yarim soat 40 minutga qaynatib qo'ydim. Bu tayyor bo'ldi. Shu qaynab, guruch solib shu damlayapman. Oxirida ko'rsataman qanaqa chiqqanini. Sizlar baho berasizlar. Lekin juda ham qo'llarim shirin, bilasizlar-ku. Mana yaxshilab aralashtiryapmiz. Lekin choyxona palov bo'lib chiqdi. Kanalimga a'zo bo'lib, like bosishni unutmanglar qizlar. Rahmat hammaga.